Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sarakanushkamiz bo'yicha motorlarni qo'ygan edik. Motorlar tayyor bo'ldi. Tekshirib ishlatib ko'rdi. Hamma joylari joyida. Endi buni hadovoyini ochganmiz. Kolodkalarimiz to'kilib tamom bo'lgan. Kolodkalarni yig'amiz. Mashinamiz ishga tayyor bo'ladi. Iveco'miz kelgan klapan regulirovka. Havomiz klapan regulirovka. Nordbensimiz kelgan reduktorlari bo'yicha reduktorlarni yig'ib tayyorlab berdik. Tayyor reduktorlari. Bu yoqda ishkarda qilinayotgan ishlarimiz. Pagurchigimiz tutdi. Sarakanushkamiz. Bu yoqda qilinayotgan ishlarimiz. Tikomizni motorlarini qilib joylab qo'yganmiz. Tayyor zaradinli holatda ekskavatorimiz motori bo'yicha videolarimizni qo'ygan edik. Motorlari tayyor. Motorlar joylariga o'rnatib qo'yganmiz. Tayyor holatda. Kimga yana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaveramiz.